O'rizorda yangi qurilgan domlarni hamma bilsa kerak, okalar. Shu O'rizorni to'g'risidan 1.4 sotuv 2 xonali yangi qurilgan hovli chiqyapti. Bir xona kvartira pulida. $37,000 narx belgilashgan mana oldimizda. Tupik ko'chada joylashgan. Hamma sharoitlari bor ekan. Svet, suv, gazlardan umuman muammo yo'q deyapti. Hozir ko'rasizlar, suvni ham ochib beraman, naporlarni ko'rasizlar. Hovliga mashina olib kirib qo'yamiz. Bu tarafda mana navista qilib yopishgan darvozaxonalarni tapchalarni qo'yib olib, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bitta kichkina oila maza qilib yashaydigan sharoit. $37,000 narxi. Naporlar zo'r ko'ryapsizlar. Vodoprovod suvi, gaz, svetlar вообще zo'r deyapti. Umuman o'chmas ekan. Lokatsiyasi ham normalniy. Xonadon o'zi yangi qurilgan ekan, to'pli polda sirkan. Hop, kirishimizga o'ng qo'limizda oshxonani ko'ramiz. Yonida razdельный hojatxonasi o'zini. Bu tarafda bo'lsa sanuzel xona, zamykание bor cho'ta. Chap tarafda bo'lsa birinchi xona, yonida ikkinchi xonani ko'ramiz. Razmeri katta ekan bu xonani. $37,000 so'rashyapti, kelishadigan joyi bor okalar. Mana kvartirada siqilib qiynalayotgan bo'lsangiz, mana shu variantni bitta o'ylab ko'ringlar, yaxshi ekan. O'zingizlar bilan savdolashsanglar